alaykum. Avvalambor yosh Ultrus Burgut Kids jamoasi u. Bek kelganimdan juda ham xursandman. Men yangi yosh klubga rahbar bo'lganimda niyat qilganman. Instagramda doim Rasul akani kuzataman. Boraman deb nasib bugun ekan. Hammalar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Iloyim mana shunaqa qo'llab-quvvatlashinglar, Andijon jamoasiga e'tiboringlar hech qachon so'nmasin. Bek kelishdan maqsad birinchi o'rinda prezidentimiz siyosati, yoshlar bilan uchrashuvi, yoshlarga e'tibor qaratilayotgan sharoitlar, shu sharoitlarni o'rgangani keldik. Nimaga ertaga shu bu yerda yoshlarimiz kelajakda shu o'zimizni O'zbekistonda, o'zimiz klublarda o'ynashi kerak. Mana shularga e'tiborni ham yaxshiroq qaratsak, sizlardaqa o'yinchilar, sizlardaqa shu jon sevadigan, vatanini sevadigan yoshlar bizga kerak klublarga. Xudo o'zi bundan buyog'i doim o'sha o'zimizni nazoratda bo'lasizlar, mana federatsiya bilan birga doim e'tiborda, hamma sharoitlarni, kamchiliklarni o'rgangan holda birga doim tashrif buyurib turamiz, ruxsat bersiz opa. Avvalambor niyatni yaxshi qilishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar, biz chet ellardan o'yinchi olib kelyapmiz. Endi bundan keyin shu unaqa qilmasdan shu o'zimiz yoshlardan yetishib chiqish kerak. O'zimiz yoshlar shu yetishib o'zimiz o'sha Paxtakorda, Andijonda, Navbag'orda, Neftchida o'zimiz klublarda o'ynaydigan sharoit darajaga yetishimiz kerak. Bu chet elliklar bizdan o'yinchilar sotib olish kerak. Xudo shunaqa darajaga mana prezidentimiz juda katta yo'l ochib berdi. Futbolga e'tibor juda katta qaratyapti. Bundan keyingi holatlarda ham mana shu akademiyalar, xudo solib klubning o'zining akademiyasi tashkil qilinadi. Bir yil bo'lmasa yana Andijon klubining o'zining akademiyasi, yoshlar akademiyasi tashkil qilinadi. Xudo solib yaxshi iqtidorli yoshlarni shu yerlardan biz maktablardan, shu chekka qishloqlardan xudo solib o'zimiz izlanib topamiz. Oldingidaqa yoshlar e'tiborsiz qolmaydi. Doim shu federatsiyani, klubni nazoratida bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Bu tashrifim bu maktabga birinchi emas. Shuning uchun bitta narsada hurmatli bizni davlatimiz prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich yaqinda sportga juda ham katta e'tibor berganda, berilyapti. U aytganda, sport bu birinchi o'rinda intizom, vatanparvarlik, kuch. Nafaqat futbol bilan, oddiy sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Nima uchun? Bu bizning davlatimizning kuchi asosan. Demak, ikkinchisi biz qanaqa bo'lamiz? Doim sog'lik bo'lamiz. Shuning uchun sog'likni o'rganishimiz kerak. Birinchi navbatda sport bilan shug'ullanib, bizning davlatimizga hissalarni qo'shib, hamma sohada sizlarga, hammalarga omad tilayman. E'tibor uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bu klubdan Rasul aka sizlardan o'zingizni mahoratingizni berib, oldingiz o'zingizni o'yinlarda ko'rsatgan o'yinlaringizni, mahoratingizni shu bolalarga berib olsangiz, men o'ylaymanki, bizni Andijon futbolimiz undan ham kuchli rivojlanadi. Avvalambor assalomu alaykum, 5-maktab. Qalaysizlar? Malades. Malades. Sizlar birinchi omadinglar mana. Inshaalloh murabbiylar Rasul aka Rahmonov biz o'yinlarini ko'rganmiz yoshligimizdan. Juda yuqori saviyada futbol o'ynaganlar o'zi. Hammalar xudo xolasa inshaalloh eng kamida Rasul akamdek futbolchi bo'lib, milliy terma jamoamizda o'ynaydigan futbolchilar bo'lib yetishib chiqinglar. Inshaalloh men ishoraman, akamiz yordam beradi, sizlar zo'r futbolchi bo'lib yetishasizlar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, 5-maktab o'quvchilari. Hammalarga omad tilayman. Birinchi o'rinda Abduvahid akalar aytgandek, hozir sizlarning qo'lingizda eng zo'r murabbiy, o'z faoliyati davomida eng zo'r Andijon o'yinchisi bo'lgan, kapitani bo'lgan, sardori bo'lgan murabbiylar bor. Murabbiylardan yaxshi foydalaninglar. Xudo xolasa kelajakda hammalar yaxshi harakat qilib, murabbiylardan aytganini qilsanglar, inshaalloh yaxshi futbolchilar chiqadi.
Andijonimizni, O'zbekistonimizni ko'taradigan futbolchilar chiqishini tilab qolaman. Hammanglarga omad. Bugun mana futbol to'garagimizda tadbir bo'lib o'tdi. Unda Andijon jamoamizning rahbarlari, futbolchilari kelib to'garagimiz yosh bolachalar bilan tanishib, master klasslar o'tkazib, bolalarga motivatsiyalar berib, sovg'a salomlar berib, tadbirimizni chiroyli o'tkazib oldik. Hamma kelganlarga rahmat. Futbol rahbariyatiga, futbolchilarga, Andijon jamoamizga, to'garagimiz nomidan 5-maktabda nomidan zafarlar, omadlar tilaymiz. O'zim ham Andijon jamoasida to'p surganman. Maqsadimiz endilikda yaqinda bolalar futboliga o'tdim. Bolalar futbolida noldan boshlab tayyorlayapmiz. Kelajakda Xudo xolasa Andijon jamoamizga yetuk futbolchilar yetishtirib chiqarishni maqsad qilganmiz. Mana 1 yildan beri Andijon Ultras Rastogan qo'lda shug'ullanyapmiz. Xudo xolasa kelajakda ham yaxshi futbolistlar bo'lib yetishga ko'zimiz yetyapti mana. Toshkentda yaqinda xalqaro turnirda 3-o'rinni oldik. Kelajakda Andijon klublarida o'ynab, O'zbekiston bayroqlarini tepaga ko'tarishga ko'zimiz. Tadbir yaxshi oldi. Hamma keldi, taqdirlar ketishdi. Sog'a salomlar berishdi. Andijon klubi uchun ham katta rahmat.